Assalomu alaykum, Yusuf kanalining podpischilari. Stipitsalarimiz mana keldi. Xo'p, stipitsani vazifalari mana bu joydan sirasi burilishi uchun, absolutni balonni oborotini sekinlashtirib berish uchun bo'ladi. Balonni oboroti sekinlashgandan keyin rotorni bemalol vidalarni tozalab urib beradi. Agar stipitsa bo'lmasa, oborot kattaroq bo'ladi, urishga zud qilolmay qoladi. Hozir sinab ko'rsatib beramiz. Yusuf Motodan stipitsani ishlashini ko'rsatib beradi. Rotorni kasbga ulab sekin yuradi. Malol stipitsa vazifasi mana zardiga qo'yilganda rotorni kasb qiladi. Bu esa masofaga yuradi. O'zinglar ko'rib baho beraverasizlar mana. Rotorning oboroti kamaymaydi, lekin yurish tezligi kamayadi. Tezroq bo'ladi, tezroq bo'ladi. Nakma. Böyle uçar. Ne tarafı var. Böyle uçar. Sağlam abi. Üstüne çıkazmak için de oturup vardı balonla. Uçar. Bunu hap bulmayısıyla. Mana stipitsa. Mana stipitsa mana. Stipitsa mashinasi bo'ladi. Stipitsa mashina bo'ladi. Bu juda ham muhim. Ko'pchilik izlagan narsa keldi Yusuf Motoda. Bemalol telefon qilasiz, butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Yusuf o'ziga chiqaverasizlar, mana nomeri. Toshkent shahri bo'yicha 90lik 370 0280 ga chiqaverasizlar. Stipitsalarimiz kelgan, behijolat. Xo'p, zo'birlarga yo'q qo'yilganlar ham bor. Hamma texnikalarimizdan bor. Hali yana bitta obzor qilib beramiz. Texnikalar ko'p. Har qanday turidan bor.